Assalomu alaykum. Humoyin Ustauz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, o'zlaring ko'rib mana baho berasizlar. Yana bir juda ham bir fayzli xonadonga navbatdagi uzum tokimizni zakaz bo'yicha tayyorlab, olib kelib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib tugatdik va ishimiz oxirida chiroyli qilib yurtdoshlarimizga bir foydali kerakli bo'ladigan videorolik tayyorlayapmiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rasizlar. Bittadan like bosib, ishlarimiz yoqsa, albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni Telegram gruppalariga podlisa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Lo'g'on qishlog'iga olib kelib ustanovkasini qildik. Akamiz bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatishib, o'zlariga yoqqan fasondagi mana uzum tokini chiroyli qilib zakaz qilishganini juda ham chiroyli holatda qilib tayyorlab bitkazib olib kelib ustanovkasini qildik. Mana juda ham chiroyli qilib mana imoratlarni solib qo'yishibdi. Albatta xonadon egalariga bu qilgan ishlari hammasi o'zlariga buyurib nasib qilsin. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz razmeridan boshlasak ma'lumotini eniga 8,5 metr, uzunasiga 25 metr razmerda bo'ldi va o'sha bukilgan joyda yana ko'ndalanga 5 metrga 7 metr razmerga yasadik. Va albatta hozir videomizni qolgan qismini pastga tushib, chiroyli qilib, to'liq qilib yoritib beramiz. Aziz yurtdoshlar, mana pastki ko'rinishi, pastdan turish holati uzum tokimizni juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Bo'yi uzum tokimizni 630 razmerda bo'ldi. Enini aytib o'tdik 8,5 metr, uzunasiga 25 metr razmerda. Endi bu 100% profil metaldan yasaldi. Umuman turba aralashmagan, hamma yo'g'ini shu profildan tayyorlab, chiroyli qilib uzum tokini yasab bitirib ustanovkasini qildik. Aziz yurtdoshlar, mana shu ikkala xorisi uzum tokimizni 4 ga 4lik profilda bo'lgan va oralariga bo'ldi mana har biri 20 santimetrga shu lazerda gul o'ydirib 2lik listdan qo'yganmiz va kashak gullari ham polni 2lik listda bo'ldi. Stoykalari uzum tokimizni 8 ga 8lik 2lik stenali profilda bo'lgan. Uzum tokimizni xori qismlari har birini orasi aziz yurtdoshlar 1,20 santimetrdan qo'yib chiqqanmiz qalin qilib. Albatta bu qalin qo'yishimizning sababi baquvvat holatda chiqishini hisobini olganmiz va tepa qismiga 3 ga 2 profilda 1,5lik stenalisidan foydalanganmiz. Mana har 50 santimetrga terib chiqilgan bu ham. Firmamiz har 1,20 ga tushgan firmamiz aziz yurtdoshlar. Tepasi 4 ga 4, pasti 4 ga 2 razmerda 1,7lik stenali profildan foydalanganmiz. Juda ham baquvvat holatda, juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Mana shu tumbalarigacha qilib, stoykalarini pastiga baquvvat qilib, chiroyli qilib o'rnashtirdik. Endi ba'zi yurtdoshlar bu uzum tokimizni kvadrat metri 1 kvadratini 230 ming so'mdan tayyorlab olib o'rnatdik va mana bu tomoni shu 5 metrga 7 metr razmeri va bu mana shu zinamizni tepa qismiga chiroyli qilib navescha qilib o'rnatganmiz. Xudo xohlasa mana shu uyga mos bo'lib, juda ham chiroyli holatda bo'lib o'rnadi. Общий summasi aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz 226 kvadrat chiqdi. Mana shu naveschalari bilan birga bo'lib 64 million so'mga bityapti. Albatta xonadon egalari o'zi ko'rib qabul qilishib oldi. Ishimizni oxiriga yetkazdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Mana uyni ham juda ham chiroyli holatda shinam qilib solishib qo'ygan ekan. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli uzum toklar, naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz imkon boricha butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda tayyorlab, ustanovkalarini qilib beryapmiz va hozirgi kunda 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha uzum toklar razmer kvadrati yasalyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa xizmatdamiz.